Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsida qıtınlar ekranımız olsun. Xibeyda 400 ming odam qattiq cheklama ostiga elindi. Xitoy virusi Beijing va Xitoyning boshqa joylarida qayta bosh ko'tarishga boshlagandan keyin 28-iyun Xitoy doiralari Xibey qatorliq joylarda 400 ming odamni qattiq cheklama ostiga oldi. Asiya xabar kanalining ko'rsatishicha, hukumat doiralari vaziyatning ig'ir murakkab ekanligini bildirgan. Eng dastlab Xitoyning Wuhan shahrida boshlangan Xitoy virusi dunyo bo'yicha yakshanba kunigacha 10 million odamni yuqumlantirdi. 500 mingga yaqin odamning joniga zamin bo'ldi. Halbuki Xitoy doiralari bu virusning o'zidan boshlanganligini izchil tan olmaganning ustiga virusni kontrol ostiga olganligini hadab tashviq qilib kelayotgan edi. Ammo shundaqdimi mazkur virus 11-iyun Beijing shahrida qayta bayqalgandan buyon faqat Beijingda hozirga kelguncha 297 odamni yuqumlantirgan. 14-iyun Beijingdagi yuqumdorlar dastlabda bayqalganligi mo'ljallangan Shinfadi yezi egilik mahsulotlari to'p tarqitish bozori taqalgan. Ma'lum bo'lishicha, Beijingdan 140 kilometr yiroqlikdagi Xibey o'lkasining Anshin noyisi Beijing Shinfadi yezi egilik mahsulotlarini to'p tarqitish bozorini yangi beliq bilan ta'minlaydigan bazalarning biri ekan. Janubiy Xitoy sahar gazetining xabar qilishicha, Anshin noyisida Xitoy virusi ikkinchi qatim qo'zg'alib, hozirga kelguncha 13 odamda bayqalgan. Natijada doirlar Anshin noyisini to'liq taqagan. Xabarda ko'rsatilishicha, yakshanba kundagi taqash buyrug'idan keyin nahiyaga kirib chiqish butunlay cheklangandan boshqa nahiyaga qarashliq yezi mahallalarga berib kelishmi to'xtatilgan. Mahalla va binolarmi taqalgan. Bir kunda har bir oiladan birla odamning sirtqa chiqishiga ruxsat qilingan. Bu xildagi cheklamalarning qachongacha davom qiladiganligi noma'lum. Yaponiya va Hindiston dengiz armiyalari Hind okeanida birlashma manevr o'tkazdi. Xitoyning o'ziga qo'shni davlatlarga harbiy tahdid paydo qilayotganligi diqqat nuqtasiga aylangan mezgilda Yaponiya va Hindiston dengiz armiyalari talash tortishdagi dengiz tavalligida birlashma manevr o'tkazdi. Yaponiya o'zini qo'g'dash dengiz armiyasining bayonotiga qaraganda manevr 27-iyun Hind okeanida o'tkazilgan bo'lib, manevrdan maqsad ikki taraf qismlari orasidagi tushunishni ilgari surish ekan. Hindistondan chiqadigan Cumhuriyet dunyosi xabarlar to'g'rida ko'rsatilishicha, mazkur manevrning Xitoyning o'z qo'shinlarining irodasini sinash urinishlari izchillashgan vaziyatga to'g'ri kelganligi diqqat qilishga arziydi ekan. Xabardan qaraganda 16-iyun Hindiston bilan Xitoyning Qaraqurum egizligidagi chegarasi Galvan jilg'isida yuz bergan qonliq to'qinishdan keyin Xitoy doiralari Yaponiya va Tayvanga tava dengiz rayonlaridami ag'dirmachilik harakatlarini kuchaytirgan. Natijada Yaponiya Xitoyga yaqin chegara rayonlariga boshqariladigan bombalarni yo'tkagandan boshqa mazkur rayonlardagi askar sonini ko'paytirgan. Hindiston bilan Yaponiyaning Hind okeanida birlashma manevr o'tkazganlik xabari o'ttirg'a chiqqan paytlarda Xitoyning yer shari vaqt gazeti Twitter uchuri tarqatib, Hindiston va qo'shni ellarga ogohlantirish berdi. Ular uchurida agar Hindiston Xitoy bilan bo'lgan chegara datalishida Amerikaning qo'llashini suiiste'mol qildigan bo'lsa, qattiq xatolashgan bo'ladi. Xitoy armiyasi Xitoy Hindiston chegarasi, Janubiy dengiz va Tayvan bo'g'zi qatorliq ko'plagan frontlarda o'zini to'liq mudofaa iqtidoriga ega ekanligini ko'rsatdi deb propoz qildi. 16-iyun Galvan jilg'isida yuz bergan to'qinishda Hindiston tarafdan 20 nafar, Xitoy tarafdan 43 nafar askar o'lganligi xabar qilingan edi. Bu to'qinishdan keyin Amerika Xitoyning chegara surkilishini keskinlashtirayotganligini ayblagan. Amerika prezidenti Donald Trump Hindistonga yordam qilganligini bildirgan edi. Xitoy fuqarosi iqtisodiy josuslik jinoyati bilan ayblandi. 26-iyun Xitoy fuqarosi Jang Hao iqtisodiy josusligi va savdo maxfiyatligini o'g'irlash jinoyati bilan ayblandi. Kaliforniya shtatida ochilgan 4 kunlik suddan keyin uning yuqorqi jinoyatlarni sodir qilganligi bekitildi. Amerikaning davlat xavfsizligiga mas'ul yordamchi taftish amaldori John Demarisning aytishicha, Jang Tianjin universiteti bilan sheriklashib, o'zi ishlayotgan Amerika shirkatining savdo maxfiyatligini Xitoy rejimiga foyda yetkazish uchun o'g'irlash plani tuzgan. Ma'lum bo'lishicha, Jang Hao 2006-yili Janubiy Kaliforniya universitetini bitirib, 5G aloqasida ishlatiladigan kompyuter o'zaklari tadqiqoti bilan shug'ullanadigan Skyworks shirkatiga ishga tushgan va u yerda Pang Wei ismli yana bir Xitoy fuqarosi bilan tanishgan. Keyin Pang Wei yana bir yuqori texnik shirkati Avgoga yo'tkalgan. Ular shundan keyin til biriktirib, bu ikki shirkatning 5G texnikasi
sun'iy idrok va zamonaviy simsiz aloqada ishlatiladigan texnika yangiliklarni o'g'irlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu shirkatlar yuqori texnikalarni taraqqiy qildirish uchun 20 yildan ko'proq vaqt va nurg'un pul sarf qilgan ekan. Bu ishkaylan 2009-yili xizmatlaridan istifa berib, Tianjin universitetiga ishga tushgan va 2011-yili sheriklashib Rofus Mikrosistemasi nomli bir yuqori texnika shirkatini qurib chiqib, Skyworks va Avago shirkatlarining mahsulotlariga o'xshash mahsulotlarni yasab bozorga salgan. Jang 2015-yili mayda Amerikaga bir ilmiy muhokama yig'ini uchun kelib, Los Angeles aerodromiga qo'nganda qo'lga ilingan. Uning ustidan hukm e'lon qilish soti 31-avgust ochilgan bo'lib, uning jasuslik jinoyatiga 15 yillik, savdo maxfiyatligini o'g'irlash jinoyatiga 10 yillik qamoq jazosi hukm qilinishi mumkin ekan. Türk quruqluq armiyasi qurilganligining 2229-yili tabriklandi. Davlat Mudofaa Ministrligi Quruqluq armiya qo'mondonlik shtabi qurilganligining 2229-xotira yili munosabati bilan qurol-yarog', mashina zapchastlik harakatlar, shundaqli manevrlarga oid ko'rinishlarni o'z ichiga olgan silliq uchurni ham baharladi. Davlat Mudofaa Ministrligining Twitter hisobida Quruqluq armiya qo'mondonlik shtabi qurilganligining 2229-xotira yili munosabati bilan silliq uchur ham baharlandi. Uchurda sharaflik tariximizning ayrilmas bir parchasi bo'lgan qutlug' zafarlarimizning binokorlari har doim vazifa beshida va oliyjanob millatimizning qo'mondonligidir. Türk Quruqluq armiyasi qo'mondonlik shtabimiz qurilganligining 2229-yili muborak bo'lsin degan so'zlarga o'rin berildi. Sinlintisida komandir jangchilar tarafidan elib berilgan manevrlar armiyaning qurol turlari ichidagi tanka, aslaha, uzun to'nliq raketalar, qurol va mashina zapchastlarining ko'rinishlariga o'rin ajratildi. Türk Quruqluq armiyasi milodiyadan burunqi 209-yili qurilgan bo'lib, hozirgacha vazifasini davomlashtirib kelmoqda. Hindiston Xitoy chegarasiga boshqarilgan bomba o'rnatdi. Hindiston Xitoy bilan bo'lgan chegara to'qinishidan keyin Himalaya tog'laridagi Ladakh rayoniga quruqlikdan havoga qo'yib berilgan boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi o'rnatdi.
Hindiston vaqti gazetining xabarida aloqador mas'ullar Xitoyning kurashchi aeroplanlari va tik ucharlari keltirib chiqaradigan masalalarning oldini olish uchun rayonga Hindiston armiyasining mudofaa sistemalarini o'rinlashtirganligini bildirdi. Xitoy ikki davlat o'rtasidagi amaliy kontrol liniyasi LAC bo'yidagi kurashchi aeroplan va tik ucharlarining faoliyatini kuchaytirgandan keyin Hindistonning bu qadamni tashlaganligi ta'kidlandi. Hindistonning sharq shimolidagi Ladakh rayonida 15-iyunda 20 nafar Hindiston askarining o'limiga sabab bo'lgan to'qinish rayonda jiddiychilikni yuqori pallaga chiqargan bo'lib, bu to'qinish may oyining boshlarida Xitoy askarlarining 3 nuqtadan Ladakh rayoniga kirishi va Ladakhga chedir hatto harbiy qarovulxonlarni qurishi bilan boshlangan edi. Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi 3500 kilometrlik chegara liniyasining ko'pinchisi ikki davlat o'rtasidagi egilik huquqi talash-tortishlarga sabab bo'lib kelmoqda. Xitoy rejimi Janubiy Tibet deb ataydigan Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasiga tava 90 ming kvadrat kilometrlik joyga qarata egilik huquqi borligini da'vo qilib kelmoqda. Hindiston bo'lsa Oqsay Chin egizligini qoplagan 38 ming kvadrat kilometr yerning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligini o'tirg'a qo'yib kelmoqda. Virusiga qarshi kurash uchun 31 milliard 300 million dollarlik mablag'ga ehtiyoj bor. Dünya Səhiyyə Təşkilatı rəhbərligidəki Xitay virusiga qarşı kurash o'rtaq komiteti kelgusi 12 oy ichida sınaq, davolash va vaksina uchun 31 milliard 300 million dollarlik mablag'ga ehtiyoj borligini bildirdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatıning bosh direktori Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ishtirok qilgan video konferans vasitasi orqali ishga oshirilgan yig'inda so'z qilgan ACT programmasining alohida vakili Ngozi Okonjo-Iweala o'rta va to'van kirimlik davlatlarda diagnoz qo'yish va davolash uchun 12 oydan ko'proq, vaksina uchun 18 oydan ko'proq vaqt ketadi dedi. Dünya Bankasının sobiq muavin boshliqlik vazifasini o'tagan Okonjo-Iweala o'rtaq komitetning Xitoy virusiga qarshi kurash doirasida kelgusi 12 oy ichida sınaq, davolash va vaksina uchun 31 milliard 300 million dollarlik mablag'ga ehtiyoji borligini, hozirga qadar aran 3 milliard 400 million dollar yig'ilganligini qayd qildi. Xitoyning Sichuan o'lkasida ig'ir ofat yuz berdi. Xitoy Chang'an to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Sichuanda yuz bergan qattiq yomg'ir sababli kelib chiqqan ofatda Xitoy e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra 12 odam o'lib, 10 odam yo'qolib ketgan. Sichuan Mianning nahiyasi uchur ishxonasining xabariga qaraganda 26-iyun soat 18 dan 27-islar soat 1 gacha Mianning nahiyasining shimolida tuyuqsiz qattiq bo'ronli yomg'ir yoqqan. Yixay Bazirek, Gaoyang ko'chasi va Lingshan rayonida ig'ir ofatlarni keltirib chiqargan. 28-islar soat 16 gacha davomlashgan qattiq yomg'ir ofatida 12 odam o'lgan, 10 odam yo'qolib ketgan. Buning ichida Yixay Bazirek qisqa muddatli qattiq yomg'irning hujumiga uchirgan. Daryo eriqlarni elib ketib, kalkun ofatini keltirib chiqargan. Natijada 10 odam yo'qolib, 7 odam qazo qilgan. Gaoyang ko'chasi boshqarish tavalligidagi Mianninga tava yuqori suratli tosh yo'lning chiqish eg'izidan 248-nomerli tosh yo'l o'rilib tushgan. Eqib ketgan 10 yo'lovchining 5 nafari qutqizib olinib, 2 odam o'lgan, 3 odam yo'qolib ketgan. Favqulodda yomg'ir ofati Yixay Bazirek, Gaoyang tarmoq rayoni va boshqa yezi bozor ko'chadagi 2100 oilada jami 9880 dan ortiq odam ofat ichida qolgan. 1705 oila bexatar joyga yo'tkalgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 500 gektar ziroat vayron bo'lgan. 80 nacha uy o'rilib tushgan. 280 nacha uy ig'ir darajada, 2300 uy yirik darajada buzilgan. 10,5 kilometr tosh yo'l buzilgan. 370 metrlik 5 ko'vrik buzilgan. 3 kilometr atrofidagi elektr liniyasi buzilgan. Xotanda qattiq seriq bo'ron chiqdi. Xotan viloyatlik meteorologiya idorasi 28-iyun bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xotan viloyat tavalligida qattiq seriq bo'ron chiqqan. Xotan viloyatlik meteorologiya idorasi havo rayidan oldin ogohlantirish berib, kelgusi 12 soat ichida yuz berish mo'ljallangan qum bo'ron to'g'risida qizg'uch seriq rangli ogohlantirish signali tarqatib, kelgusi 12 soat ichida Xotan viloyatining bir qism joylarida qum bo'ronliq havo rayi ko'rilganligini, ko'rish darajasi 500 metrdan tuvan bo'lganligini, shahar rayonidagi shamol kuchi 5 baldan 6 balgacha bo'lganligini, qumliq shamol eg'izlarida 8 baldan oshadiganligini, xalqning qum bo'rondan ogoh bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Bu haqda ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sirlarda ma'lum bo'lishicha, havo butunlay seriq rangga kirgan bo'lib, shahar bozor aholilari jiddiylashishga boshlagan. Türkiyədəki Xitay virusunun ən yangi ahvoli.
Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 28 iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 15 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 48309 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1356 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 239197 ga yetganligini, bir kun ichida 15 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlar 5097 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1413 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 996 bemorning kasalining og'ir ekanligini, Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning oldingi kunga qaraganda ozlig'anligini, xalqning hozirgi holatga qanoatlanib turmasdan ijtimoiy so'rinlarda orliq saqlash, maska taqash qatorliq tadbirlarni birlikda ching tutib, Xitoy virusining yuqumlanishini texmi azaytish kerakligini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz müşahada oxirlashdi. İnşallah atiki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.